Qizlar, hozir sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Qaranglar. Ko'pchilik mana bu ko'z ostidagi teriga nima uchun tez ajin tushishini bilmaydi-da. Eng nima deydi, mushaklari kam joy, eng tez ajin tushadigan joy mana shu ko'z tagidagi teri hisoblanadi. Shu sababli umuman olganda ko'z tagidagi terini qorayishi, osilishi, ajinlari umuman sabablari ko'p bu narsanda. Keyin eng birinchi o'qitni, mana bu eng e'tiborni aynan mana shu ko'z tagidagi teriga qaratish kerak. Nima uchun bilasizlarmi? Sababi eng tez ajin tushadi, mushaklar kamligi sababli. Shu sababli hozir men sizlarga ko'z kremlarimizni obzor qilib beraman. Keyin ko'z tagidagi qorayish haqida gapiraman. O narsa geningizda bo'lishi mumkin. Ichakdagi organizmdagi kasallik bo'lishi mumkin-da. O'sha narsani ham inobatga olish kerak. Agar u sizning geningizda bo'lsa, ichaklaringizdagi kasalliklardan bo'layotgan bo'lsa, u narsani ketqizish juda ham qiyin narsa. Qachonki uni sababini aniqlamaguncha uni ketkizib bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda sababini aniqlash kerak.